fast food, KFC, somsaxona, pirashki, kichkinaroq oshxona deysizlarmi, oziq-ovqat do'koni uchun deysizlarmi, xullas любой narsa qilsanglar yurib ketadigan, yo'l yuzida joylashgan tayyor do'konimiz bor. Bugun sizlar bilan buni arzon narxda baraka qilamiz. Bu do'konimiz 26 kvadratdan iborat. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyalar ulab qo'yilgan va tashqi tarafda полный oynadan qilingan, tepa tarafda quyoshdan zontiga va tashqi tarafda mashina qo'yish uchun joylari ham mavjud. Hozir bu yerda somsa, pirashki qilib qo'yishgan ekan, o'rtacha savdo 1-1,5 million atrofida ekan. Sizlar bu joyga qanaqa biznes qilishingizga qarab, plankani 4-5 milliongacha olib chiqishingiz mumkin. Do'konimiz lokatsiyasiga kelsak, Yashnobod Glavniy перекресткasi shundoq yo'l yuzida 40 letni yonida joylashgan. Ko'rib turibsizlar, odam ham, mashina ham gavjum joyda joylashgan. Xo'p, Sheris aka, do'kon narxini qancha qo'yamiz? Faqat real narx bering. O'zi bu do'kon 65 ming qo'yilgan, kadastr 26 ko'rsatilgan. Hop. 55 ming qilib beramiz. Ya, to'xtang, 55 emas, 52 qo'yamiz. Realniy qiziqib kelganlarga yana o'tib berasiz. Mana shunda turgan hamma narsani qo'shib berasiz. Bo'ldi, agar qancha ketadi profilidan kelsanglar, Jahongir nomidan 52 mingni yana tushib beramiz. Yana hamma narsani qo'shib beramiz. Gap. Like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.